Ertalabki nonushtaga yoki bir xillikdan zerikkan paytingiz, bo'lmasa ortiqcha bosh og'ruvlarsiz taom tayyorlashingiz kerak bo'lsa, shu retseptdan foydalansangiz bo'ladi. Birinchi navbatda kolbasani to'rtburchak qilib to'g'rab olamiz. Keyin esa bizga qirg'ichdan o'tkazilgan sir va ukrop kerak bo'ladi. Hammasini birgalikda aralashtirib bir chetga olib qo'yamiz. Idishga kefir, smetana va tuxumni solib aralashtiramiz. Eritilgan saryog'ni qo'shib aralashtirishda davom etamiz. Navbat un va razrixlitilga ikkalasini ham elakdan o'tkazib solib bo'lganimizdan keyin tuzni solib hammasi bir xil holga kelgungacha aralashtiramiz. Formamizni yog'lab olamiz va tayyorlab olgan xamirimizni teng yarmini solib, ustiga nachinka solamiz va nachinkani xamir ikkinchi qismi bilan yopamiz. Ustiga kunjut sepamiz va oldindan 180 gradusda qizdirilgan duxovkada 35-45 minut davomida tayyorlaymiz. Qarabsizlarki, noodatiy lekin juda ham mazali taom tayyor. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha.